hurmatli azizlar, biz baliqxonadamiz. Отопление sistemasini qilib berdik. Общий. Общий 12 ta xona. Baliqxonaga isitish sistemalarini qilib berdik. Undan tashqari hozir ularda kecha isitib topshirganmiz, bir qator mana sinovdan o'tdi. Undan tashqari bu tomonda ham konteyner ichiga tortib berish niyatimiz bor endi. Xo'sh, bu yerga mana bunkerli ko'llarimizni qo'ydik. Kimga zarar bo'lsa, o'zimizda ishonchlik sinovdan o'tgan bunkerli ko'llarimiz bor. Ikkita reduktori, motor 25, 2,5 lik. Xo'sh, yonishlari zo'r. Kecha misol uchun yoqib sinovdan o'tkazganmiz. Umuman demoxud hattoki ilib ham qo'ymadi. Bu degani 100% o'zida issiqligini olib qoldi. Sinovdan o'tgan mana bemalol hozir mana 12 ta xonani kecha zo'r qilib isitib topshirib berganmiz. Shunga o'xshagan chiroyli kattalardan, ishonchli kattalar zarur bo'lsa o'zimizga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa xizmatlari bilan bajarib beramiz. Joy baliqxona. Общий. Ba'zi bir xonada odamlar bor ekan, o'shaning ichiga kirib ko'rolmayapmiz. Hozir bo'shini topamiz. Bu yerda ham bo'shi yo'q ekan, hisobda, lekin mana sistemalar bo'lgan. Kechasi ham kunduzi ham kelaverasizlar, baliqxona ham kecha kunduz faoliyatda. Mana hududimiz boshqona bo'shliq ekan. Sistemalarni chiroyli qilib tashqib berdik. Bizga qo'yilgan shart birinchi xona bilan oxirgi xona bir xil temperaturada bir paytda o'zida issin degan shart qo'yilgan edi. Xudoga shukr, kecha shu narsani amalga oshirib berdik. Birinchi xona bilan u oxirgi xonagacha bir xil temperaturada bir vaqtda o'zida bir xil temperaturada ishlab berdi.